Assalomu alaykum. Termopanel travertin ishlab chiqarish seximizdan yo'l qo'ydik. Xudo xolasa. Bu qalbimiz vibratsiya stol shunda ishlanadi. Mana usti 1 sm quyma tabiiy tosh bo'ladi, travertin toshi. Arkasi penoplesk 3 sm-lik. Buni bahasi 120 ming so'mdan chiqadi. Va joyingizni 100% utuklarni aytib beradi. Haftada o'zini effektini bildiradi. Shunday blisk berib turadi. Mana o'zining tabiiy rangi. Xohlasangiz lak urdirishlaringiz mumkin, xohlasangiz urdirmasliklaringiz ham mumkin. Lak urilsam bo'ladi, urilmasam shu turishini blisk berib turaveradi. Shunday material bu. Xudo xolasa Bag'atda yangilik etdik. Endi shu Urganchdagi filialimizni Bag'atga ko'chirdik. Xudo xolasa zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Endi zakazimiz bor. Xudo xolasa bir nega uramiz, qilib beramiz fasadini. Shu konditsioner qo'yilgan va pishgan karbishdan edi. Endi bundan qilib beramiz. Xudo xolasa uyi termos bo'ladi. Shunday arkasida penoplesk pekagi bor. Usti 1 sm-lik quyma tosh. Buni bahasi 120 ming so'mdan chiqadi. 8 danasi 1 kvadrat bo'ladi. 8 danasi. Bu qalbimiz, bu vibratsiya stolimiz. Az tokka tiqmadik. Tokka tiqsak video yozish qiyinroq bo'ladi deb tokka tiqilmadi. Shunday qilib vibratsiya berib turadi. Shunday qilib sarlanadi. Bu ichida turadi shunday. Shunday qilib vibratsiya stolda ishlanadi. Shunday vibratsiya berib turadi. 12 soat turadi, quritilib, keyin mana yechib olsa bo'ladi qalbidan. Shunday qilib tanlanadi. Yaxshi sifatli narsa, bemalol zakazlar bo'lsa aytaverasizlar.